Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Siz tomosha qilayotgan FIFA 90+ kanalimizda FIFA 2026-yilgi Jahon chempionatining 3-kunida qayd etilgan natijalar, Osiyo jamoalarining ishtiroki va yaqinlashib kelayotgan qiziqarli uchrashuvlar haqida gaplashamiz. B guruhida Qatar terma jamoasi Yevropaning kuchli vakillaridan biri bo'lgan Shvetsariya bilan 1-1 hisobida durang o'ynadi. Qatar uchrashuv davomida katta ishtiyoq bilan harakat qildi va qimmatli 1 ochkoni qo'lga kiritdi. Bu natija Osiyo vakili uchun muhim 1 ochkoni olib keldi. C guruhi markaziy bahsida 5 karra jahon chempioni Braziliya Marokashga qarshi maydonga tushdi. Kutilganidek qiziqarli va murosasiz kechgan uchrashuv 1-1 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Marokash yana bir bor favoritlarga qarshi munosib o'yin namoyish qila olishini isbotladi. Shuningdek, Shotlandiya Gaiti ustidan 1-0 hisobida g'alaba qozondi va guruhda muhim 3 ochkoni qo'lga kiritdi. D guruhida esa Turkiya va Avstraliya o'rtasidagi bahs bo'lib o'tdi. Avstraliya juda tartibli o'yin namoyish etib, Turkiyani 2-0 hisobida mag'lub etdi. Shu tariqa Avstraliya guruhdagi dastlabki g'alabasini qo'lga kiritdi. Osiyo jamoalarining ishtirokiga to'xtaladigan bo'lsak, Janubiy Koreya dastlabki turda Chexiyani 2-1 hisobida mag'lub etgan edi. Endi esa Qatar ham ochko qo'lga kiritdi. Avstraliya esa Turkiya ustidan ishonchli g'alabaga erishdi. Bu natijalar Osiyo futbolining yildan-yilga rivojlanib borayotganini yana bir bor namoyish qilmoqda. Oldinda Yaponiya, Saudiya Arabistoni, Eron, Iroq, Iordaniya va O'zbekiston terma jamoalarining o'yinlari ham katta qiziqish bilan kutilmoqda. Endi esa navbatdagi uchrashuvlarga nazar tashlaymiz. 14-iyun kuni Germaniya Kurasao bilan, 15-iyun kuni Niderlandiya Yaponiya bilan, Cote d'Ivoire Ekvador, Shvetsiya Tunis, Ispaniya esa Cabo Verde bilan bahs olib boradi. 16-iyun kuni esa Belgiya Misr, Saudiya Arabistoni Urugvay bilan, Eron esa Yangi Zelandiya bilan bahs olib boradi. 17-iyun kuni Fransiya Senegal, Iroq Norvegiya, Argentina Jazoir, Avstriya Iordaniya, Portugaliya Kongo Respublikasi. 18-iyun kuni Angliya Xorvatiya, Gana Panama. Bundan tashqari o'zbekistonlik muxlislar intiqlik bilan kutayotgan uchrashuv bo'lib o'tadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi o'zining ilk o'yinini o'tkazadi. Bu bahs butun mamlakat futbol muxlislari uchun katta ahamiyatga ega. Sizningcha Osiyo jamoalari bu jahon chempionatida qanday natija qayd etadi? O'zbekiston terma jamoasi guruhdan chiqishga qodirmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.